Xo'p, bugun qichish haqida gaplashamiz. Qichish bizda teri kasalliklarda qanaqa kelib chiqadi, qanaqa turlari bor, nima haqida gaplashamiz. Terini qichishi ko'pincha bu har xil turli allergik holatlarda. Biz bilamizki, ko'pincha o'sha bolalarning orasida uchraydigan diabetes, plyonочный dermatitlar har xil, allergik dermatit, atopik dermatit, ekzema, neyrodermit, psoriaz. Bu kasalliklar shu teri qichishi bilan kechadigan kasalliklar turiga kirib, bularni tagida aslida ko'p allergik holat yotadi. Allergik holat ko'pchilik biladiki, faqat aksirish, yo'talish, lekin terida ham allergik holatlar ko'p uchraydi. Вообще hozirgi kunda meditsinada allergiyani 4 xil turdagi tiplari bor, mexanizmlari kelib chiqish haqida. Вообще allergik holatlar shu teridagi toshmalarning sababchisi, mana bola birinchi diabetes bilan tug'ilganda bu ota-onaga bo'lish kerak signal, bola allergichni tug'ildi. Вообще umuman olganda buni o'sha vaqtida qaralmasa, bu ko'pchilik o'ylaydiki, bolam yuzi qizir, shirin, boshqa qilgan holda bu ko'pchilik ota-onalarimiz ahamiyat berishmaydi. Bu naborot birinchi navbatda ota-onaga signal bo'lish kerak, bolang allergichni tug'ildi degan signal bo'ladi. Agar buni o'z vaqtida qarab, parvarish, emollient, antigistamin va birinchi navbatda onasi parhezlarga rioya qilmasa, keyinchalik bu allergik dermatit, atopik dermatitga o'tish, bu allergik marsh deyiladi, o'tish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Umumiy olganda allergiyani o'zi nima? Bu organizmga biror bir yot moddani tushganda organizmi javob reaksiyasi. Antigen, antitela deyiladi bu meditsin tilida. Oddiy qilib xalq tilida aytganda organizmi biror bir narsaga javob reaksiyasi bo'lgandan keyin bu yerda o'sha qon tomirlarning kengayishi, shu nerv tolalarining qo'zg'alishi natijasida qichish, toshma paydo bo'ladi. Ko'pchilik savol beradigan narsa nimadan allergiya va allergiyaning sabablari deb so'rashadi. Allergiyani dunyodagi har bir narsaga allergik holat kuzatilishi mumkin. Oziq-ovqatdan, dori-darmondan, atrof muhitimizdagi chang-chung, muloqot bo'lgan atmosferadan va organizmimizni ichida bo'lgan har xil parazitlar, zamburug'lar ichimizga kelgan. Вообще allergiyani общий ekzogen, endogenlarga bo'linadi. Bu tashqi va ichki muhitdan kelib chiqadigan allergik holatlar. Ko'pincha mana shu dermatologiyada mana shu atopik dermatit yoki ekzema, boshqa kasalliklarning sababchisi shu allergik holatda bo'lishi mumkin. Bu oziq-ovqatlar. Bilamizki, eng ko'p allergiya beradigan bu shu oqsillar, shu organizmga ko'proq ta'sir qiladigan bu allergenlar, bu mahsulotlar bo'lishi mumkin. Har xil sitrus mevalar, qizil saqlovchi mevalar, mahsulotlar yoki ko'pincha toza sut yoki achchiq, sho'r, pista bodom, chaqichuq, yelli ovqatlar bu ko'proq shu allergiyaning sababchisi bo'ladi. Shu dieta qilayotganda ham shu atopik dermatit boshqada to'g'ri ovqatlanish tartibiga ham rioya qilish kerak. Вообще olganda mana yuqorida aytgan masalam shu bolaga kelsak, qanchalik erta tashxislab, parvarish yoki ahamiyat berilsa, kasallikning keyingi mana bola tug'ilganda misol uchun biror bir narsaga allergiya bo'lishi mumkin. Agar shuni vaqtida qarab davolanmasa, allergiyalarning sensibilizatsiya deyiladi, sezgirlik daraja oshib borishi mumkin. Misol uchun oldin bitta narsaga allergiya bo'lsa, keyin ikkita narsaga, keyin uchta narsaga sensibilizatsiya, sezgirlik darajasi shu mahsulotlarga ham shu allergiyalarga oshib borishi mumkin. Birinchi navbatda shu allergiyani davosi qanaqasi ko'pchilik savol beradi dermatologlarga, allergologlarga. Birinchi navbatda pokoleniya bu antigistaminlar. Shu allergiyaga qarshi antigistamin dori vositalari hisoblanadi. Lekin shu antigistaminlarning ham guruh turlari har xil bo'ladi. Bu har xil yoshdagi antigistaminlar bu общий olganda sedativ, uyqu chaqiradigan yoki uyqu chaqirmagan antigistaminlarga bo'linadi. Birinchi navbatda va bu
antigistaminlarni yoshga nisbatan ham hamma antigistaminlar bolalik davrida yoki chaqaloqlik davrida ham mumkin emas. Unda shu antigistaminlar tanlanayotganda, berilayotganda shu guruhiga ham katta e'tibor berishimiz kerak va uni formasi. Shu antigistamin dori vositalarini shu kapli, sirop yoki tabletka formalarida yoki injeksion formalarida turlari mana shu ringda katta shu antigistaminlarni berayotganda shu yoshga ham yoki allergiyani sababchi turiga qaragan holda podbor qilishimiz kerak. Va o'sha yuqoridagi parhez hamda allergik holatlar bo'lishi mumkin turi tezda bo'ladigan allergik holatlar va sekinlik bilan allergik bo'lgan holatlar. Men misolda aytishim mumkin, bu dori vositalarini chaqiradigan allergik holatlar. Ya'ni ko'pchilik aytadi, oldin antibiotik olib yurardim, ceftriakson yoki shunga o'xshashlarni, hozir bu safar olganimda shamollash yoki boshqa bilan bu dori menga reaksiya berdi deyshadi. Bu bo'lishi mumkin, mana oldin organizm to'yingandan keyin o'sha organizmga chidolmayman degan holda bu allergik reaksiyalar kelishi mumkin. Yoki shu tezlik bilan bo'lgan allergik holatlar bu xavfli hisoblanadi. Kasallarimizni shokuy sostoyaniyada yoki отек квинки, letalniy ishodlikka olib keladigan birinchidan allergiyani tushayotgan miqdoriga qaragan holda bu bo'lishi mumkin. Mana ko'pchilik aytadi, asalari chaqqanda uni zahariga nisbatan organizmni tezlik bilan reaksiya bo'lishi bu allergik holatda tezlik bilan bo'ladigan tur hisoblanadi. Umumiy olganda birinchi navbat shu allergik holatda terini faoliyati, agar teringiz quruq bo'lsa, bu mana xalq tilida, meditsina tilida emolliyantlar, yog' saqlovchi malhamlardan surgan holda O'zbekiston rynogida hozir juda ko'p La Roche-Posay, Bioderm yoki o'zimiz mana ishlab chiqarayotgan Fatiderm, Bipanten ko'p ommada uchraydigan, lekin bunda ham ehtiyotkorlik bilan o'sha terini tuzilishiga tip koja deyiladi bizda. Shu вообще umumiy olganda terini yog'liq teri, quruq teri yoki aralash kamerun teri turlariga bo'linadi. Bu quruq teri ko'proq shu vazelinni quyuqroq miqdori saqlagan, ichida lanolin yoki har xil moyla, yog'lar saqlagandan foydalansak yaxshi bo'ladi. Kamerunni suqoyladi bu ko'proq har xil tonikli, suyuqroq bo'lgan, vazelin miqdori konsentratsiyasi kamroq bo'lganda foydalanish ko'proq tavsiya qilinadi. Lekin shuni ham aytib o'tishim kerak, har qanday terida hammasi ham bu allergik holat emas. Ko'pincha teri qichishishini allergologlarga borishadi. Men oddiy misol qilib aytib berishim mumkin. Yaqinda mana bemorni ko'rdim. Teri qichishish, toshma shikoyat qilib birinchi navbatda allergolog yoki boshqa joyga borgan. Uni allergiyaga qarab gormon, har xil antigistamin dori, gormonal mazlar, malhamlar har xil surgan. O'sha bemorda tungi qichishish, boshqa yoki kechasi uxlolmaslik, toshmalar bo'lib, o'sha oilasida boshqa insonlarda bo'lgandan keyin dermatologga kimdir ham ko'chada tavsiya bergan, dermatologga borishni tavsiya qilganda, bu yerda keldi bemor, tekshirganimizda bu qo'tir kanasi, chesotka tashxis qo'yilib, bu qo'tir kanasi allergiyadan umuman boshqa ravishda davolanadi. O'ziga yarasha bu parazitar malhamlardan foydalangan holda bunda hech qanday tabletka, boshqa ukol dori vositalari yordam bermaydi. Bu o'sha o'zi maxsus parazitga qarshi maz kremlardan foydalangan holda qo'llaganimizdan keyin bemor rahmatini aytgan holda o'sha boshqa. Har qanday qichishish bu allergik holat emas. Bu bizani terimizda har xil parazitar kasalliklarimiz, gribok, zamburug' yoki ugri, bu ko'pchilik shu ugrini ham o'sha allergik holat deb har xil gormonal malhamlardan foydalanadi. Bu umuman noto'g'ri hisoblanadi. Shuning uchun har qanday davo chorasini o'tkazgandan oldin buni shifokorga murojaat qilgandan keyin shifokor nega ko'rigi kerak? Bu yerda shu anamniz yig'iladi, kasallik tarixi deyiladi. Nima natijasida, qachon, qayerda, qancha vaqtdan beri nima dori vositalarini qabul qildi. Shu kasallik tarixi yig'ilgandan keyin u maxsus laborator tekshirishlar orqali shu allergik turi, xili, allergiyami yo'qmi yoki parazitarmi boshqa qilingandan keyin bu davolasak maqsadga muvofiq bo'lgan holda bo'ladi. Shunda yakuniy qilib aytsak, har qanday toshma bu
allergik holat emas va allergik holatda o'zi har qanday toshma qichishi bu boshqa kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun dermatolog ko'rigiga borib, o'tda tashxisingizni bilib, keyin davolansak bu maqsadga muvofiqdir.